Ramazonda iftorlik qilib bo'lib, ibodatlardan so'ng issiq choy bilan shirinlik yeyishga nima yetsin? Uydagi bor masalliqlardan pirojni tayyorlagan edim. Shunaqangi yumshoqqina hammaga birdek yoqadigan pirojni bo'lib chiqdi. Retseptini sizlarga ham ilindim. 5 ta tuxumni mikserda ozgina ko'pirtirib oldim. Ustidan shakar soldim, yana biroz ko'pirtirdim. 1 krujka qaymoq soldim, yana mikserda ko'pirtirdim. Ustidan razrixritel hamda vanilin solib unni elakdan o'tkazib soldim. Undan keyin silikonli lopatkada pastdan tepaga qarab aralashtirib 160 gradusga qizigan duxovkaga yubordim. Kremiga keladigan bo'lsak, xona haroratidagi erigan sariyog'ga sgushoniy moloko, vanilin solib mikser o'rta apparatida aralashtirib oldim. Kremim tayyor bo'lguncha pirojnini korji ham pishib chiqdi. Korj sovigandan keyin ikkiga bo'lib oldim. Shirin suv tayyorlab olib propitka qilib oldim. Ustidan krem surdim va ikkinchi korjni yopishtirdim. Agar xohlasanglar pirojnining orasiga mevalardan solsanglar bo'ladi, lekin men hech narsa solmasam ham shunaqangi zo'r chiqdi. Ustiga ham krem surib olib, xohishga qarab bezatdim. Menda pechenye bor edi, pechenyeni maydalab ustidan sepib bordim va mevalar bilan bezatib chiqdim. Like bosgan qo'llaringlar hech qachon dard ko'rmasin. Kanalimga obuna bo'linglar va kommentariyada o'zingizlarning izohlaringizni qoldiringlar.